Saidmurod Davlatov. Boy va kambag'al odamlarning fikrlash strategiyasi. 6-farq. Pulga to'ymaslik. Agar to'ydirishning iloji bo'lmasa, pulga ehtiyojdan ko'ra yomonroq bo'ladi. Chunki xohish qancha ko'paysa, yana ham ko'proq xohishni paydo qiladi. Demokrit Abder. Kambag'al odamlar ochko'zlik, moyillik tomondan o'ylashadi. Boy odamlar esa barqarorlik tomondan o'ylashadi. Kambag'al odamlar ochko'zlik va moyillik tomondan o'ylashadi. Buni qanday tushunish kerak? Odam tabiatdan tez, hamma narsasi bo'lishni, ertaga-yo'q boy bo'lishni, hoziroq mashinasi bo'lishini, bir haftadayoq uy olishni xohlaydi. Ochko'zlik odamning tabiatida bor narsa. Hammamiz ozmi yoki ko'pmi shundaymiz. Shuning uchun do'konga borganda o'ylaganimizdan ko'ra 15% yoki 30% ko'p narsani sotib olamiz. Hatto o'zimizga kerak bo'lmaydigan narsalarni ham sotib olamiz. Keyin ular yillab uyning bir chetida yotadi. Agar shu narsa rostligini bilmoqchi bo'lsangiz, uyingizdagi narsalarning ro'yxatini tuzib chiqing. Shunda ortiqcha narsalar ko'p olganini ko'rasiz. Maqolda aytilganidek, kambag'al bo'lsang, ko'chib ko'r. Ko'chganingizda ayniqsa ko'p keraksiz narsalar borligini, ko'p narsalarga bekorga pul sarflaganingizni ko'rasiz. Bu narsalar javonda yotib eskiradi, sekin-sekin yaroqsiz bo'ladi. Shuning uchun kambag'al odamlar ochko'zlik va moyillik tomonidan qarab fikr qilishadi. Ya'ni ular hamma narsani tez olishni xohlashadi, deymiz. Ular tez muvaffaqiyatga erishishni, tez natija bo'lishini xohlashadi. Hatto buning uchun pulli o'yinlar ham o'ynashadi. Kazinoga borishadi. O'yin zallarida pul yutib olishga harakat qilishadi. Chunki tez boyib ketishni istashadi. Lekin pul oson topilmaydi. Bir marta lotereyada yutganingiz endi har kuni lotereyada yutasiz degani emas. Bunday bo'lmaydi. Boy odamlar barqarorlik tomonidan qarab fikr qilishadi. Ular tez muvaffaqiyatga erishish hali muvaffaqiyat emas, deyishadi. Tez kelgan narsa tez ketadi. Izi ham qolmaydi. Odam muvaffaqiyatga loyiq bo'lishi kerak. Hamma narsaning adolatli qonuni bor. Hamma narsa uyg'un va tabiat qonunlariga mos bo'lishi kerak. Agar bugun gul ko'chatini eksangiz, ertaga ekkan ko'chatingiz gullamaydi. Ko'chat o'sishi, gullashi uchun ko'p vaqt mehnat qilish kerak. Agar bu yil daraxt eksangiz, bir yildan keyin ham ekkan daraxtingiz meva bermaydi. Ko'p yil uni avaylab, qarab, o'stirish kerak bo'ladi. Buni tezlashtirishning iloji yo'q. Shuning uchun boy odamlar doimiy imkoniyat qidirishadi. Ular hech qachon tez bo'yish, katta pul topishni va'da qilib, o'ziga tortadigan joylarga borishmaydi. Bunday joylarga borishni faqat kambag'al odamlar o'ylashadi. Boy odamlar esa doimiylikni o'ylashadi. Ular daromad kam bo'lsa ham doimiy bo'lsin deb fikr qilishadi. Shuning uchun doimiy ishlaydigan imkoniyat qidiring. Pul kelib turadigan oqim tashkil qiling. Buning uchun esa kam bo'lsa ham doim daromad berib turadigan kichkina buloqlarni tuzing. Masalan, mutaxassislar har xil kompaniyalarning aksiyalariga pul qo'yish bilan shug'ullanadigan milliarder Warren Buffett oxirgi 35 yilda o'rtacha 24% dan daromad olganini hisoblab chiqishdi. Olib sotarlarning daromadi bilan solishtirganda bu juda kam. Olib sotarlar bir oyda hatto bir kunda 24% daromad qilishadi. Eng ko'p daromad olgan investitsiya jamg'armalari 500% yoki undan ham ko'proq daromad topishgan. Ya'ni Buffettga qaraganda 20 marta ko'p daromad olishgan. Bitta farqi, ular shuncha daromadni hayotlarida faqat bir marta olishgan. Buffett esa har yili oz-ozdan daromad qilgan. Buffett doimiy daromad olishni o'ylab ishlagani uchun ham dunyodagi eng boy odamlarning bittasiga aylangan. Boy va muvaffaqiyatli odam bo'lish uchun albatta aqlli yoki kuchli bo'lish shart emas, lekin albatta bir xil doimiy harakat qilish kerak. Har kun ishlash, har kun qilish, orzuga olib boradigan bitta bo'lsa ham qadam tashlash kerak. Trening qatnashchisi bilan bo'lgan voqea.
Men taniydigan yigit Murod O'shdagi bozorda shakar sotadi. Ko'pincha xaridorlarni tarozdan aldaydi. Qancha ko'p shakar olsang, shuncha ko'p tarozdan urib qoladi. Uning o'zi savdoda boshqa iloji yo'q, hamma shunday qiladi, deydi. Lekin sekin-sekin mijozlar uning bu odatini bilib, kundan kunga xaridori kamaydi. Uning yonida boshqa mol sotadigan qo'shnilar ham shakarni boshqa to'g'ri sotuvchilardan oladigan bo'lishdi. Murodning oldiga hozir onda-sondagina mijoz kelib qoladi. Uning o'zi esa savdo yaxshi bo'lmayotganidan noliydi. Bunga o'zi aybdor ekani, ochko'z, fitnachiga o'xshab fikrlagani uchun shunday bo'lganini tushunmaydi. Boshqa bir tanishim Iso ko'p yildan beri mayda ulgurji savdo qiladi. Muomalasi yumshoq, odamlarga munosabati yaxshi bo'lgani uchun oldiga xaridor ko'p keladi. Narxini ortiqcha qo'ymagani uchun esa doimiy xaridorlari ko'p. Uning o'zi odamlarni aldab, tarozdan urib doimiy mijozlarni ko'paytirib bo'lmaydi deydi. Bir marta aldasang, bir marta daromad olasan. U biznesini kattalashtirmoqchi. Buning uchun esa doimiylik bo'lishi kerak. Iso ishlovchilarga hurmat bilan tushunib muomala qiladi. Shuning uchun qo'lida yaxshi odamlar yig'ilgan. Shu narsalarning uning biznesini barqaror qiladi. Natijada daromadi doimiy bo'ladi va o'sib boradi. Hozir Iso biznesini kattalashtirmoqchi. Sababi barqarorlik bo'lganda yangi imkoniyatlar ham keladi. Dars bo'ladigan voqea. Wayne Haysing. Amerikalik millioner Wayne Haysing 1-millionni axlat tashib topgan. Undan oldin yig'ib qo'ygan puli bo'lmagan. Faqat boy bo'lish istagi juda kuchli va bitta fikri bor edi. Shu fikrni amalga oshirish uchun qaynotasidan $5000 qarz oldi. Shu pulga eski axlat mashinasini sotib oldi. U muvaffaqiyat tez bo'lmasligini tushunardi. Doimiy daromad olish uchun ko'p va tinimsiz ishlashga tayyor edi. U doimiylikni o'ylab harakat qildi. Ish boshlaganida Haysingning faqat 20 ta mijozi bo'lgan. Tushgacha o'zi axlat olib chiqib ketardi. Tushdan keyin esa obro'liroq ko'rinish uchun kostyum kiyib olib, yangi mijozlarni qidirardi. Boshida ishini yurgizish juda qiyin bo'lgan. Sababi ish axlat olib ketadigan katta kompaniyalar o'rtasida bo'lib olinib bo'lgandi. Lekin qaytmas va mehnatkash bo'lgani uchun qiyin davrdan o'tdi va dunyodagi eng katta axlat tashiydigan kompaniyani tuzdi. U bor imkoniyatdan foydalanib, to'siqlar ko'p bo'lsa ham qaytmasdan o'ylaganini amalga oshirdi. Keyin pul boshqarishni, investitsiya qilishni o'rganib bo'lgandan keyin axlat tashishdan kelgan pulni daromadli joyga qo'yib pul kelib turadigan qilish kerak degan qarorga keldi. Haysing keladigan daromadi doimiy va bir xil bo'lishi uchun video kasseta ijaraga beradigan, chaqa savdo bilan shug'ullanadigan, avtomobil ijaraga beradigan, elektron qo'riqlash tizimi bilan ishlaydigan firmalar, mehmonxonalar, kichik hojatxonalar, ko'kalamzorlashtirish, mashina yuvish bilan shug'ullanadigan firmalar sotib oldi. Xulosa: maqsadga yetish uchun harakatingiz doimiy bo'lsin. Muvaffaqiyat tez bo'lishiga umid qilmaslik, tez boyish fikriga aldanib qolmaslik kerak. To'kin yashashingizga imkon beradigan doimiy va bir xil daromad kelib turishni o'ylaganingiz yaxshi. Doimiylik har qanday muvaffaqiyatning kaliti bo'ladi. Katta Xitoy devori bittadan g'isht qo'yilib qurilgan. A'zolari bir xil ishlagani uchun ham inson tirik yuradi. Nafas oladi, nafas chiqaradi. Och qoladi, ovqatlanadi, uyg'oq yuradi va uxlaydi. Ya'ni hamma a'zolar bir xil ishlaydi, lekin doim ishlab turadi. Agar inson tabiat qonunlaridan uzoqlashib ketsa, uning fikri ham, ruhi ham qiynaladi. Moliyaviy piramidalar bilan shug'ullangan odamlarga qarang. Oxirida og'riq bilan umidsizlikdan boshqa hech narsa qolmaydi. 5 yoshli bolani tez o'stirib, 20 yoshli qilishning iloji yo'q. Muvaffaqiyat ham vaqtida, doimiy mehnatning oxirida keladi.